Koreyada stress bo'ladimi deb bitta akamiz savol beribdi. Hamma stress Koreyada aka, mana shekka kelsangiz bilasizda. Birinchidan, kuniga 12-14 soat ishlaysiz. Ashunga yarasha pul olasiz, to'g'ri? Lekin ertasi kuni o'qishga ham borish kerak-da. Kech paytda 14 soat ishlab kunduz o'qishga borish ancha munchasiga emas aka. Koreyalik studentlar juda yaxshi biladi buni. Ikkinchisi, qishki kunida ish yo'qligidan stress bo'ladi. Yuragi siqiladi, pulingiz qolmaydi, och qolasiz. Shu stress bo'ladi aka. Shunga chidasangiz Koreyada yursangiz bo'ladi, lekin o'zbek studentlar hammasi chidaydi. Chunki oilasiga pul jo'nataman deydi, oilasini o'ylaydi-da. Ancha munchasiga emas, lekin Koreyada yurish aka. O'zbekistonda turib olib, konsaltinglarda gaplarga ishonib bekka kelolmanglar. O'zlaringizga qarab kelinglar. Ayrim konsaltinglar gap deb kelsa xafa bo'lmaysizlarmi?